Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Hozir Nishon tumani Qashqadaryo viloyatida bo'layotgan voqealardan kulgingiz keladi. Bizni yuqoridagi mansabdorlarimiz qo'pollar qilib aytganda prezident uchun ishlaydi, u xalq uchun, o'sha hududdagilar uchun ishlamaydi, faqat prezident keladi desa ishlab qolishadi. U hamma joyda bo'layotgan voqea, bir Nishon tumanida emas. Yaqinda prezident keladi deganga yo'llar uborka, qancha ishchilar ishlab, 30-40 yildan beri qirilmagan beton asfaltlar usti qirilib, ancha tartibga keltirildi. Hali ham lekin beton stolbalar olingan yo'q. Bilmam, prezident agar mashina bilan pastdan aylanganda Nishonni holini ko'rardi. Afsuski vertolyot bilan o'tib ketdi degan gap bor. Agar haqiqatan vertolyot bilan o'tib ketgan bo'lsa, bo'ldi, o'sha Nishondagi kamchiliklar o'sha kamchilik holatda kelib qolaveradi. Keyin bir narsaga tushunmayman-da. Kraska bo'lmagan bir 30 yildan beri yotgan ko'priklar kraska bo'lib qoldi. Xuddi u kraskalash yoki bir joyda uborka qilish mamlakatimizda prezident uchun kerakdir. Nahotki bizni xalqning pulini, oyligini olib, xalqning orqasidan rizqini yeb yotgan shu rahbarlar shuncha pulni o'zi qayerdan oylik olyapti yo qanday qilib pul kelyapti, davlat puli deb tasavvur qiladim men. O'zbekistonning bu o'zi hududingi xalqini puli-ku bu. Nimaga bunday ishlashadi, hayron qolaman. Prezident kelsa hamma joy toza bo'ladi, uborka bo'ladi, hamma narsa bo'ladi. Yana prezident ketgandan keyin bo'ldi, ey Xudoga shukr, prezident ketdi, endi xohlaganimizni ishlaymiz deydi. Nimaga shunday manqur tuzum bizning mamlakatimizda paydo bo'lib qolgan, hayron qolasiz. Shunday uborka qilib, hamma joy tozalab, asfaltlarni tekislab, qirilmagan joylarni qirib, bir chiroylab. Asosan Turkmanistonda bilan o'zini chegarasini ochish uchun kelaman degandi prezidentimiz. Avval ochib ketgandir, hali xabarimiz yo'q. Agar ochgan bo'lsa, ochgan chegara, lekin yo'llar mutlaqo javob bermaydi. Masalan, bir mamlakat bilan agar haqiqatan mana shu yo'lni ochgan bo'lsa, chegarani, chunki birinchi darajali yo'l bo'lish kerak. Ikki chegarada o'tayotgan yo'llar baribir. Ikkinchi darajali yo'l mutlaqo mumkin emas. Yo'llar mutlaqo talabga javob bermaydi. Agar Ta'lim-marjon Turkmaniston bilan O'zbekiston chegarasi ta'lim-marjon ochilgan bo'lsa, birinchi o'rinda yo'l javob berish kerak. Ikkinchi o'rinda radarlar. Bizda radarlar yaqinda yana bitta stolbaga radar qo'yilibdi. Qachongacha beton stolbaga radar qo'yilyapti? Nima bizning hududimizda shunchalik yuqoridagilar bir qaraydimi? Umuman biz qonun yo o'zgardi yo xalq xabari yo'q. Yana beton stolbalarga shunday radar qo'yib pul ishlayapti. Davlat shu haqida yuqoridagilar xabari bormi? Yo xususiy tadbirkorlarga shunchalik berib davlat o'sha pulga ana qilyaptimi? Kerak bo'lib qolyaptimi? Qonunga chiqarilgan. Temir stolbalarga radar qo'yilsin deb. Yana yaqinda yana bitta qo'yilibdi, beton stolbaga qo'yilibdi. Biroz so'raydimi, yo'qmi? Prezident kelishi oldidan qo'yilgan, endi prezident lekin yuqoridan kelib o'tib ketdi deydi. Men xabar eshitishim bo'yicha. Agar haqiqatan ham vertolyot bilan kelib o'tib ketgan bo'lsa, radarlar shu turishda turibdi. Bir ko'rgandaydi beton stolbadagi radarlarda temir stolba o'zgartirilmagan. Xuddi Nishon tumanida ahamiyati yo'q deb. Boshqa joylarda beton, ana temir stolbadan qo'yilgan hududlarimizda. Bilmadim, kamchiliklar juda ko'p bizning Nishonda.